Assalomu alaykum azizlar. Sotiladigan Captiva 5imiz bor. Premier 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 20 ming kilometr yurgan. Kraskalari top-toza, rangi oq. Navorotlarga keladigan bo'lsak, 4-pokoleniya propan qo'yilgan. Yumshoq balonlar taqilgan. Kuzov holati top-toza, Richtopga, Miatina, chaqachuqalari yo'q. Nomimizda barcha hujjat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $24,500 naqd pulga, oldindan kamida $12,000 puli bor azizlarga oyma-oy berish sharti bilan nasiya savdoga ham kelishamiz. Nasiya savdo qilinganda naqd pul hisobida bo'lmaydi, ustiga qo'yiladi. Oldindan berilgan pul muddatiga qarab bitta baraka bo'ladi. Motor turbo motor, benzinda ham o'zi ko'p yemaydi. 90 kodi bilan 572 33 raqamlarga murojaat qila olasizlar. 7 kishilik avtomobil istab yurganlar uchun ajoyib variant.